Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan men Mirhayojon. Bugungi videomizda sizlarga dakang boqish haqida ikkinchi videoni tayyorladim. Menimcha Xudo xolasa juda ham yaxshi video bo'ldi deb o'ylayman. Dakang boqishga qiziquvchilar uchun yaxshi ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha olishga harakat qildik. O'zi anchadan beri jonli video chiqarmagandik. Ozgina kontentga to'g'ri kelmaydigan boshqacha videolarni ham chiqarib ko'rdik. Buni natijasi yaxshi bo'lmadi deb o'ylayman va sizlarga ma'qul ham bo'lmadi deb o'ylayman. Endi Xudo xolasa bundan keyin o'sha o'zimizning yo'nalishimizda shu chorvachilik bo'ladimi, biznesimiz bo'ladimi, shunga o'xshagan videolarda qilishga harakat qilamiz. Iloji boricha ko'proq ma'lumotlarni yig'ishga harakat qilamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalar albatta juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Agar videomiz yoqadigan bo'lsa, shu like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, o'tgan safargi o'sha dakang boqish haqidagi videomizda ko'proq uni daromadiga e'tibor qaratgandik. Ya'ni o'sha ma'lumotlarni o'shunga qarab sizlarga yetkazgandik. Endi bu safargi videoda asosan bu dakang xorozlarda o'sha dakang ochirish, ya'ni zotli xorozni ochirish, ko'paytirish shu haqida, ya'ni buni qanday tizimda boqiladi, boshqa bo'ladi shu haqida ma'lumotni yetkazishga harakat qilaman. Nimaga deganda, bunaqa zotli xorozlarni hali katta qilish, ko'paytirish juda murakkabroq desam noto'g'ri bo'ladi-yu, lekin boqishicha qiyinroq ekan. Shuning uchun men asosan sizlarga shu bularni qanday boqiladi, qanday qilib katta qilib olinadi shu haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchi navbatda hozir mana kletkani ichini ko'rsatib o'tib ketaman. Tagiga aplika qilingan mana shu jo'ja, hali bu jo'ja ekan. Yanvarda ochilgan o'sha zotli xo'roz ekan. Endi bularni otasi Koreyada keltirilgan ekan. Bular xo'roz boqadiganlar juda ham ko'p yaxshi bilar ekanki, o'sha ota buvasi qanaqa bo'lishini juda ham yaxshi bilar ekan. Endi men bu soha bilan uncha-muncha tushunmaganim uchun iloji boricha o'sha ma'lumotni o'sha egasidan olishga harakat qildim. Endi qanchalik darajada ma'lumotni yig'ishga harakat qildim, bularni endi kommentariyada o'zlaring bildirib o'tib ketasizlar. Asosan bularni o'sha kletka qilib alohida qilib qo'yganning asosiy sababi, chunki bularni nima deydi, hammasidan har xil bola chiqar ekan, shunga qarab hali nima deydi, bir-biri bilan bular agar o'sha qo'y oraliq yuradigan bo'lsa, bir-birini mayib qilib qo'yishi mumkin ekan. Shuning uchun bularni alohida kletkada boqishar ekan. Endi mana bu xo'rozga e'tibor beringlar. Hozir video davomida ko'rasizlar. Bularni bolalari o'sha tashqarida asosiy o'sha qo'roga o'xshatib qilib qo'yilgan shu joyda boqilyapti, katta qilinyapti. Shularni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu otasi ekan, eng bu yerda eng katta xo'roz shu ekan. Gideta bir 6,5 kiloni atrofida ekan, vesi. Shunaqa ekan. Endi bularni o'sha yangi ochilgandan keyin o'sha ochilishi bilan ham o'sha tuxum ko'proq berilar ekan. Asnomnoy o'sha dakangda bu zotli xo'rozni ko'paytirishda asosan o'sha tuxum asosiy vazifa bajarar ekan. Mana qadrli do'stlar, o'sha bollari o'zi normal holatga kelib qolgan. O'zini tutib, ancha-muncha kasalliklardan hali yiroqda bo'ladigan holatga kelib bo'lgan. Endi bularga baribir vaqtida qarov bo'lib turish kerak, chunki bular ichcha qarov talab qiladigan zotli to'g'lar. Endi o'sha aytib o'tganimdek, o'sha yangi tug'ilgan, ko'payganda tuxumdan ochib chiqqandan keyin bularga ko'proq tuxum berilar ekan. O'sha bir oyga yaqin muddatda kerak bo'lsa 40 kungacha o'sha postoyanniy tuxum yer ekan. Tuxum asosiy buni hali nima katta bo'lishiga juda ham yaxshi yordam beradigan, yaxshi foyda beradigan tuxumi bo'lar ekan bularda. Endi o'sha boqayotgan boquvchidan so'rab bildik bu narsani. Aslan aytib o'tib ketganimdek, bu narsaga jicha e'tibor talab qilar ekan. E'tiborli bo'lish kerak ekan. Iloji boricha qarovni yaxshiroq qilish kerak ekan. Shunda o'sha ko'zlangan natijaga, ya'ni mana shu to'g'ri bir donasini qanchaga beradi, misol qanchaga sotasiz deganimda
1 millionga bersam beraman, bo'lmasa 1 million 200 mingda atrofida mana shu bitta makion deyapti. Demak, normal holatda bolasini ko'paytirib sotish yaxshi natija berar ekan. Bu narsani men o'sha yerga kelib bildim. Demak, foyda olsa bo'lar ekan bundan ham. Qaysi ishda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha hobbi bo'ladimi, ko'pchilikda baribir qandaydir ma'noda hobbisi bo'ladi. Misol, meni o'zimni qiziqishim ko'proq mana shu internetga ko'proq bog'liq, ham mana shu video qilishga qiziqishim bor. Bunda ham o'zimga qandaydir o'sha kommentariyada rahmat eshitganimda juda ham xursand bo'laman. Ya'niki maza qilaman. Endi bu mana dakang boquvchilar ham qandaydir ma'noda o'zini ishidan ma'qul bo'ladi, ya'ni o'ziga yoqadi, shundan bir rohatini oladi-da. Endi qandaydir ish bilan shug'ullanish menimcha juda ham yaxshi ish. Endi mana shu dakang boqishda e'tibor qaratib, mehr ko'rsatib, ya'niki o'sha iloji boricha mehnat talab qiladigan ishda bu ham baribir shunga yaxshi qarab qo'yadigan bo'lsa, o'sha o'ziga yarasha daromadni ham olar ekan, maza qiladigan joyda mazasini qilaverar ekan. Endi mana shu dakang xo'rozlarni parvarish qilishni misol maslahat beraman. Maslahat ham beraman, daromadingiz ham bo'ladi, ham boqishda ham iloji boricha o'sha dakang boquvchilardan ma'lumotlar olib, yo bo'lmasa o'sha internetdan ma'lumot olasizmi? Shunda yaxshi natijaga erishish mumkin ekan. Yana bitta narsa, kommentariyada shu savol bilan murojaat qilishganda, sho'r tushib qolar ekan, ya'ni o'sha yuziga, oyog'iga sho'r tushib qolar ekan, shunda qanday davo qilinadi degan ekan. Shunda bu akadan so'rab bildim. O'sha vet aptekaga borsa, buni dori darmoni bor ekan. Iloji boricha o'sha tuzatib yuboradigan dorilari bo'lar ekan. Endi shunaqa holatlar ham bo'lar ekanki, juda ham og'ir holatda bu nima deydi, davosiz holatlar ham bo'lar ekan, ya'ni o'sha nimani, o'sha dakangni bu zotli xo'rozlarda o'sha o'limiga ham olib keladigan holatlar bo'lar ekan. Mana shu o'sha aprelda ochilgan jo'ja ekan. Buni yana bir bor aytib o'tib ketyapman. Iloji boricha sizlarga o'sha qiziqarli ma'lumotlar yetkazishga harakat qilyapman. Juda ham to'liq ma'lumot bera olmayotgan bo'lsam uzr, endi bu sohani tushunmaganimiz, iloji boricha qanday savol berishni ham bilmayotganimiz bo'lishi mumkin. Endi agar iloji bo'lsa o'sha kommentariyada bunaqa holatlar deb savol bilan murojaat qiladigan bo'lsangiz, shu narsani inobatga olamiz. Keyingi videolarda bularni yana ham qo'shib ketishga harakat qilamiz. O'sha sizlar qiziqtirgan savol, ya'niki mana shu dakang to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, shu narsani kommentariyada qoldiring, iloji boricha harakat qilamiz. O'sha narsani yetkazishga harakat qilamiz ma'lumotini. Qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, mana shu bilan o'sha videoni tamomlayman. Videomiz yoqqan bo'lsa, o'sha like tugmasini bosib qo'yasiz. Kanalimizda mehmon bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, yonida qo'ng'iroqchasini ezib qo'ysiz. Kanalimizda yangi qo'yilgan videolardan boxabar bo'lib turasiz va birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi bildirilgan fikrlarda kutib qolamiz. Xudo xolasa, yana yangi boshqacha kerakli videolarni qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.